Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, aqida ilmidan suhbat qilamiz. Aqoidi tahoviya kitobini tanladik va Imom Boburtiy sharhi bilan aytamizki, albatta ilmlarning asosiysi va o'rganish uchun aql egasiga eng shart bo'lgan ilmlardan biri aqida ilmi. Eng afzali ham shu. Nega? Bu Alloh taoloni tanishlik ilmidir. Va bu har bir saodatning manbai Allohni tanishlikdan boshlanadi. Shuning uchun, ya'ni Alloh taoloni tanishlik uchun bu insoniyat yaratilgan. Qur'oni Karimda oyat keladi. Bu Zariyat surasining 56-oyati. Men jinlar va insonlarni faqatgina o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratdim deyilgan oyatda Imom Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, meni tanishligi uchun yaratdim. Jinlar va insonlar demoqchi Alloh taolo. Va albatta aytdikki, aql egasi uchun eng shart bo'lgan ilm Allohni tanishlik deyildi dedik. Aql egasi deyildi. Aql nima? Aql ong, fikrlash, to'g'ri noto'g'rini farqlash. Aql insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadi. Shu bilan u hukm chiqaradi, baholaydi, his-tuyg'ulari bo'ladi. Inson yaxshi yomonni ajratadi, o'qiydi, yozadi. Dinda esa aql insonni to'g'ri yo'lga boshlaydigan, sirotul mustaqimga boshlaydigan Allohning izni bilan narsadir. Insonning aql darajasi turlichadir va bu daraja uning ilmiy salohiyati bilan belgilanadi. Ya'ni inson darajasini ilm belgilab beradi. Va ilmlarning ichida eng ulug'i, eng oliy martabasi, shu bilan birga inson bilish shart bo'lgan ilmlarning ichidagi eng zaruri dinning asl masalalari, ya'ni Alloh taoloni tanishlikdan boshlanadi. Allohni tanish ilmi har bir ilmlarning aslidir, har bir baxtning boshlanishidir. Masalan, Allohni tanimasdan ham ilmiy mulohazalar ko'p bo'lgan. Masalan, Alloh olamni yaralishini olaylik. 4-5 xil mulohazalar va ilmiy tushunchalar bor. Alloh tanimagan insonlar shu ko'rgan narsasiga baho berib, shuni qandaydir nazariya deb turib qabul qilaverishgan, ko'rganiga qarab. Lekin inson ko'rmagan narsasini yo'q deb ayta olmaydi. Biz ko'rmagan narsalar ichida ham bor bo'lgan narsalar juda ko'p. Masalan, elektr toki ko'rmaymiz. Magnit maydoni, temirni tortadi o'ziga. Havo, radio to'lqinlar, internet tarqatadi, Wi-Fi tarqatiladi, rentgen nurlari. Suyakni ko'rsatadi o'zi ko'rinmasa. Ma'naviy misollar bor, aql bor, xotira bor, muhabbat bor, qo'rquv bor, ruh bor. Ko'rinmaydi-ku. Yo'q deymizmi endi bu narsalarni? Demak, ko'rinmagan narsani inkor qilishlik, bu moddiy unchilarda shu narsa bor. Ko'rinmagan narsani inkor qilish bor. Xulosa shuki, inson aqli bilan boshqa mavjudotlardan ajralar ekan. Aqlli insonlarning ichida ilmlilari boshqalardan ajralib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir a'robiyga qarab, ilmning boshlanishidan nimani o'rganding deganlarida Arobiy aytdiki, "Ya Rasululloh, ilmni boshlanishi nima? Ilmni boshi nima?" deganda, Allohni tanishlik dedilar Rasululloh. Nega ma'rifatulloh barcha ilmlardan ustun bo'ldi endi Alloh tanishlik ilmi? Chunki ilmning sharafi o'rganiladigan narsaga qarab belgilanadi. O'rganiladigan narsaning darajasi qanchalik baland bo'laversa, o'sha ilmning darajasi baland bo'lib boraveradi. Xossatan Alloh taolo butun mavjudotlar ichida eng buyugi bo'ldimi? Va uni o'rganish ilmi tabiiyki boshqa ilmlar ichida eng ustuni bo'ladi. Uni tanigan ikki dunyoda baxtlidir. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Uni tanimagan
qancha harakat qilmasin, baxtni topolmaydi. Baxt Allohni tanishlikda. Azizlar, Alloh taolo 2 dunyoda bandam desin o'zini. Yaxshiliklarimizni ko'paytirib qabul qilsin. Yomonliklarimizni o'zi mag'firat qilsin va o'zini mukammal iymon bilan tanishlikni barchamizga nasib qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin valhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin.